14 bab. İnsan ayollardan tug'iladigan bo'lib, hayoti qisqa, mushkul bo'lar. U guldek ekilib, to'zib ketar. Xuddi soydek tezla g'oyib bo'lib, uzoq turmas. Nima uchun mening qilganlarimga nazar solasan? Meni chaqirib kelib, yana so'roq qilmoqchimisan? Napak odamni kim tozalayalaydi? Hech kim. İnsanның kunlari sanoqliqdir. Uning hayotining uzun yoki qisqaligi sening ilkingdir. Sizgan siziqingdan hech kim chiqib ketolmaydi. Uni tinch qo'y, dam olsin. Medikarlarga o'xshash kundalik ishini tinch tugatsin. Daraxt kesib etilsa-mu, umid bo'ladi. U yana bixlab chiqadi. Yumron shoxlari to'xtamay o'sidi. Yıldızları yer ostida chirib ketsa-mu, uning ko'tiki chirib ketsa-mu, lekin uni azroq sug'urib qo'ysila, yangi tikkan ko'chatdek big' surib ko'klaydi. Biroq inson o'lsa, kuch-quvvatidan ayrildi. Tiniqi to'xtab, g'oyib bo'ladi. Ko'ldagi sular parg'a aylangandek, daryolar qurib ketgandek, odam o'lib, dafn qilinsa, qayta o'rnidan turmaydi. Osmon yo'qolmog'icha u uyg'onmaydi. Uyqusidan uyg'onolmaydi. Ey Xudo, meni o'liklar makoniga yoshirib qo'ysang, g'azabing bisilg'icha meni yoshirib qo'ysang, men uchun bir vaqt belgilab, keyin meni esingga olsang. Odam o'lsa, qayta tirilamdi. Agar qayta hayotlikqa erishgili bo'lsa, men jafo mushaqqat ichida bo'lsam-mu, toki sen menga hayotlik ato qilgucha kutatdim. Sen meni chaqirsang, men sana javob beratdim. Sen-mu o'z qo'lingda opirdi qilganingni ko'rishni xohlaysan. U chaqda sen qadamlarimni qo'g'daytding, lekin gunohlarimni surishtirmayding. Sevenliklarimni pechatlab, gunohlarimni yoshiratding. Lekin xuddi tog'lar parchalanib, qiyo toshlar o'rnidan qo'zg'alib, iqim sular toshlarni yalab, kalkun tuproqlarni ilib ketgandek, odamning umidini bitchit qilasan. Sen mangu uning ustidan g'olib kelasan. U g'oyib bo'ladi. Sen uning chiroyini o'zgartib, bu dunyodan judo qilasan. O'g'illari cho'ng bo'lib, sharab quchsin-mu, u bilmaydi. Ular sharmanda bo'lsin-mu, uning xabari bo'lmaydi. U faqat tenidagi azobni his qiladi. O'zi uchun hasrat chekadi.